Xo'p, do'stlar, sizlar bilan hozir Greenway Global imkoniyatlari haqida gaplashamiz. Bugungi kunda Greenway Globalni dunyoning 59 davlatida rasman har bitta inson uchun teng sharoit yaratayotgan, orzusini, maqsadini amalga oshirish uchun, hayotini yaxshi tomonga o'zgartirish uchun, yaxshi daromad, stabil daromadga erishish uchun, sayohatlar qilish uchun, sog'lig'ini tiklash uchun ajoyib imkoniyatni taqdim qilayotgan internet magazin. Do'stlar, agar bugun hozir bir yarim soat 40 minut mana shu uchrashuvimiz davomida butun diqqatingizni hozirgi uchrashuvimizga qaratib, agar yo'lda bo'lsangiz to'xtab, agar naushniklaringiz bo'lsa, naushniklaringizni olib, taqib olib, yaxshi internet ishlaydigan joyda hozir biz bilan bo'lsangiz, butun qalbingiz bilan, butun vujudingiz bilan hozir bu efirni eshitsangiz, o'zingiz uchun do'stlar juda katta bir imkoniyat eshigini ochgan bo'lasiz. Keling, bundan unumli foydalanamiz. Siz bilan shu yerda ekanmiz. Bu uchrashuvdagi sizga men hozir tayyorlagan ma'lumotdan o'zingizga maksimal darajada foyda oling. Bir paytlar meni o'zim ham do'stlar studentlik paytimda hayotimni qanday qilib qursam ekan, qanday qilib orzu maqsadlarimni amalga oshirsam ekan deb o'ylab yurgan mahalimda ma'lumotga ochiq edim. O'ylaymanki, bugun siz ham ma'lumotga ochiqsiz, Xudo xolasa. Va ana shu paytlarda meni ma'lumotga ochiqligim va butun vujudim, butun qalbim bilan meni hayotimga kirib kelayotgan ana shu imkoniyatga ochilganim uchun bugungi kunda muvaffaqiyatli Shohjahonni versiyasida orzu maqsadlarini, material orzu maqsadlarini barchasini amalga oshirgan va eng oliy maqsadlariga ketib borayotgan Shohjahonni versiyasiga aylandim. Oddiy student, oddiy tajribasiz, hech qanday bir moliyaviy ahvoli juda ham singan Shohjahondan muvaffaqiyatli va muvaffaqiyat yo'lida davom etayotgan Shohjahonni versiyasiga aylandim. Va o'ylaymanki, bu ham bugungi uchrashuvimiz va bugun men sizga tanishtiradigan imkoniyat ham aynan mana shunday sizga imkoniyat yo'l ochib berishiga ishonaman. Faqat bu hammasi do'stlar sizga bog'liq bo'ladi. Bo'lmasa boshladik. Hozir men ekranimni demonstratsiya qilaman do'stlar va sizga ko'rsataman. Mana hozir men agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, brauzerni ochdim. E'tibor bering, bu greenwayglobal.com veb-saytidaman. Bu internet magazin. Biz bu biznesni, bu internet magazinni kelajak biznesi deymiz. Mana bu yerga yozib ham qo'yibmiz. Mana biznes будущего deb agar ko'rayotgan bo'lsangiz, va keling nomiga e'tibor beramiz. Greenway nima degani? Yashil yo'l. Shuning uchun biz doim Greenway is right way deymiz doim inglizchasiga, ya'ni yashil yo'l bu eng to'g'ri yo'l degan mazmunni beradi tarjimada. Agarda mana bu yerda siz mana bu knopkani bossangiz, bu yerda siz Greenway Global faoliyat yuritayotgan barcha davlatlarni ko'rishingiz mumkin. Ko'plab saytlarda hamma davlatlarni kiritib qo'yishadi, bizda esa faqat ishlayotgan davlatlarimizni kiritganmiz. Misol uchun Tojikistonda somonida savdo qilamiz, Tailandda batda, Turkiyada lirada, O'zbekistonda so'mda va hokazo. Mana hozir O'zbekistonga kiramiz va hattoki o'zbek tilini ham tanlashimiz mumkin. Ya'ni har bitta davlatni tilida veb-saytimiz faoliyat yuritadi. E'tibor bering, Greenway Global uzga o'tib ketdik. .com deydik. Va bu nimani bildiradi? Demak, O'zbekistonda bu как mahalliy kompaniya sifatida biz ishlayapmiz. Do'stlar, agar sizning ekraningizda ikkita ekran, meni videoyim va demonstratsiya ko'rinayotgan bo'lsa, demonstratsiya qilayotgan veb-saytni ko'rsatayotganimni bosing va zakrepit tugmasini bosib qo'ying o'zingizga va ekraningizni yonchasiga qiling, butun ekran bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Va men sizga ko'rsatayotgan barcha ma'lumotni to'liq ko'ra olasiz. Albatta shunday tomosha qiling, ovozimni fonda eshitaverasiz va ko'rsatayotgan narsalarimni esa ko'rasiz.
Albatta shuni bosing, chunki ma'lumot sizga taninoqroq ko'rinadi. Keling, qisqacha tanishtiraman. Greenway Global bizning internet magazinimiz dunyoning 32 xil demak brendlarini o'z ichiga olgan. Ya'ni bizning internet magazinimizda 32 xil savdo belgilari mavjud. 1000 dan ziyod mahsulotlarni sotamiz. Qanaqa mahsulotlar? Uy uchun, go'zallik uchun va sog'liq uchun. Va bu mahsulotlar bilan keyin kirib albatta tanishing. Bu shunaqa mahsulotki, biz kundalik hayotimizda o'rganib ulgurgan mahsulotlar. Ya'ni ertalabdan turamiz, nima qilamizda? Zubnoy pasta, zubnoy shotka ishlatamiz, yuzimizni yuvamiz sovun bilan, cho'milamiz shampun bilan, boshimizni yuvamiz konditsioner bilan, soch uchun konditsioner bilan, cho'milamiz badanimizga, machalka ishlatamiz, choy ichamiz, keyin uyimizni yig'ishtiramiz, kiyimimizni parashok bilan yuvamiz va hokazo. Ya'ni barcha kundalik ehtiyojlarimiz uchun foydalanayotgan barcha mahsulotlar do'stlar muhayyo bu yerda sotiladi. Va bu mahsulotlarni sizlar bilan biz o'rganib qolganmiz. Bozordan, supermarketdan, magazindan nima qilishga? Sotib olishga-da. E'tibor bering, 5,5 mingdan ziyod buyurtmalar kelib tushar ekan bizning internet magazinimizga onlayn ravishda. Har kuni tasavvur qilyapsizmi? Bu juda katta ko'rsatkich. E'tibor bering, 59 ta davlatda faoliyat yuritamiz. Demak, 997 ta shaharlarda biz hozirgi kunda ishlayapmiz va 234 tadan ziyod Greenway marketlarimiz, ya'ni showroomlarimiz mavjud dunyo bo'ylab. Bu har kuni oshib boryapti, ko'payib boryapti va bugungi kunda bizni demak shiorimiz, ya'ni Greenway Global'ni shiori bu hayot, makon va inson ekologiyasi. Bu haqda xudo xolasa batafsil yana gaplashishimizga imkoniyat bo'ladi. Falsafamiz bilan, oliy maqsadimiz, ya'ni missiyamiz bilan albatta tanishing. Bu haqda juda ham ko'p videolar bor. Hozir aytaman bu videolarni qayerdan do'stlar ko'rishingiz mumkin. Kirsangiz saytimizga, bu yerda Greenway imkoniyatlari degan razdelda biznesni qanday tezkor boshlash, jamoa qurish haqida, ko'mak haqida, qanday ko'maklar olish mumkin, qulayliklar haqida va hattoki daromadlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Biz sayohat qilishni yaxshi ko'ramiz. Yiliga 4 marta sayohat qilamiz va bu sayohatlarni hamkorlarimizga bepul ulashamiz ham. Ya'ni bepul, xohlasangiz to'lab, demak sayohatlarimizga borish imkoniyati ham bo'ladi. Undan tashqari hamkorlarimiz demak bugungi kunda bu yerda juda tarjima O'zbekistonni ko'rsatyapti shekilli. Aslida 600 dan ziyod, bu yerda nimagadir 100 degan. Agar regionni o'zgartirsangiz boshqa davlatga bu ko'proq ko'rsatadi. Dunyo bo'ylab bugungi kunda do'stlar 600 dan ziyod biz avtobonuslarni o'z egalariga nima qilib ulgurdik? Sovg'a qilib ulgurdik. Asosan hamkorlarimiz Mercedes olishni yaxshi ko'rishadi, ya'ni o'zlari tanlashadi qanaqa marka olishni, lekin O'zbekistonda hozirgi kunda hamkorlarimiz elektrokar olishni odat qilib olishgan. Veb saytimizga kirsangiz yokida mana YouTube ga kirib turib Greenway Global deb yozsangiz, mana da poisk bersangiz Greenway Global deb va u yerda siz YouTube'da barcha Greenwayga doir bo'lgan tadbirlarni, demak hamkorlar hayoti haqida, mahsulotlar haqida ko'plab ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Albatta YouTube'ga kiring, Greenway Global deb poisk bering va u yerda mana bu menda mana hozir chiqdi, mana kirgan, mana bu chiqqan ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin va u yerda hamkorlarimiz qanaqa avtobonuslar olyapti, qanaqa mashinalar olyapti. Mana misol uchun mana bir kun oldin bir hamkorimiz, e'tibor bering, marketingni tushuntirgan bir videosi ham chiqqan ekan. Всем привет, меня зовут mana bu hammasini do'stlar kirib o'zingiz mustaqil bo'sh vaqtingizda ko'rishingiz mumkin. Hattoki mana sizga mana birinchi chiqqan poiskalikni ko'rsataman. Mana yaqinda biz Moskva shahrida kompaniyamizni 2 yillik tug'ilgan kunida qatnashib keldik. Mana o'shani ochaman. Hozir keling bezvok qilib qo'yay. Mana e'tibor bering, qanaqangi juda katta masshtabli sahna, 8000 dan ziyod hamkorlar to'plangan bu tadbirda butun dunyodan hamkorlarimiz to'planib shu yerda tadbirda qatnashdi. Shaxsan meni ham bu yerda chiqishim bor.
keyin kirib albatta ko'ring. Men 2-kunida chiqqanman. Bu 2 kun bo'ldi. Tasavvur qilasizmi? 2 kun Live Arena'dagi katta saroyda 8000 kishi to'plandik 2 kun. Tasavvur qilyapsizmi? Bu juda ham bir ajoyib tadbir bo'ldi. Keyin kirib o'zingiz ko'rasiz. Xullas, ya'ni hamkorlarimiz qanaqa avtobonuslar olayotganini keyin kirib albatta YouTube'da post qilib ko'ring. Biz undan tashqari ekologiyani asrash loyihalarida ham qatnashamiz. Yer usti, suv osti, demak ekologiyalariga e'tibor beramiz. Bu loyihalarimizni ham veb-saytimizga kirib kuzatishingiz mumkin. Endi keling men doskaga o'taman va sizga Greenway Global imkoniyatlarini oddiy qilib bu dehqoncha tilda oddiy so'zlar bilan hozir mana doskada chizgan holda sizga keling tushuntirib o'taman. Do'stlar, yana bir bor sizga esingizga solmoqchiman. Agar sizda telefoningizda meni videoyim va doska yonma-yon ko'rinayotgan bo'lsa, bu sizga noqulay bo'ladi. Shuning uchun oq mana bu doskaga bosing va telefoningizni yonchalating va sizda butun ekran bo'ladi va hozir endi men yozayotganlarimni batafsil ko'rishingizga imkoniyat bo'ladi do'stlar. Xo'p, qarang. Demak, siz bilan hozirgi suhbatimiz bu Greenway Global haqida bo'lyapti. Endi Greenway Global bugungi kunda boya aytib o'tdim, ko'rsatdim sizga 59 ta davlatlarda nima qilyapmiz? Faoliyat yurityapmiz va mana shu 59 tadan ziyod davlatda oylik bizni qilayotgan pul aylanmamiz, ya'ni tovar obrotimiz bu 23 million bilan 30 million dollarni tashkil etyapti. Bu albatta hozir sekin-astalik bilan ko'payib boradi. Endi aytgandirsiz, nima uchun menga buni nima daxli bor, bu ob'yomni, bu summani deyishingiz mumkin. Va sizga aytaman, buni daxli bor. Hozir bunga kelamiz. Va mana shu barcha qilayotgan pul aylanmalarini do'stlar, bizni veb-saytimizda sotilayotgan mahsulotlar demak orqali yuz beryapti. Qanaqa mahsulotlar? Birinchisi bu eko mahsulotlar, ya'ni ekologik, 100% tabiiy bo'lgan, demak hech qanday kimyo ishlatilmagan, inson tanasiga, sog'lig'iga zararsiz bo'lgan, hattoki tabiatga zararsiz bo'lgan, atrof muhitimizni zararlantirmaydigan, chiqindilarni minimal chiqishida yordam beradigan mahsulotlar. Batafsil albatta keyin hamkorlarimizdan so'rasangiz yoki YouTube'ga kirib eko tovari Greenway yoki eko mahsulotlar Greenway desangiz juda ham ko'p ma'lumotlarni ko'rasiz. Ikkinchi parametrni sizga aytaman, barcha mahsulotlar bizning internet magazinimizda sotilayotgan bu brend mahsulotlar. Ya'ni bu aniq brendga ega bo'lgan, misol uchun mana bu yerda Bower One mahsulotini sotib olishingiz mumkin. Bu Yaponiyada ishlab chiqariladigan brendni shaxsan o'zim asoschisiman. Bu yerda ko'plab juda ham ajoyib misol brendlar bor, которые eksklyuziv bo'lgan. Ya'ni bu barcha brend mahsulotlarining hammasi do'stlar bu eksklyuziv. Ya'ni Greenway uchun maxsus ishlab chiqariladi. Aynan mana shu brend ostida faqatgina Greenway internet magazini yoki Greenway hamkorlaridan buni topishingiz mumkin bo'ladi. Faqat moddiy bozor, supermarketlardan yoki magazinlardan topa olmaysiz. Faqat Greenwaydan va uni hamkorlaridan. Va bu mahsulotlarning barchasi do'stlar premium sifatdagi mahsulotlar. Nima degani premium? Agar un bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu mana unimizda bor. Birinchi sort un bor, ikkinchi sort un bor va высший sort, oliy navli sortli un bor. Aynan Greenway'ning mahsulotlari bu как раз ana shu premium, ya'ni высший sortdagi mahsulotlar va bu mahsulotlarning barchasini biz o'zimiz ishlab chiqaramiz do'stlar. Ya'ni ishlab chiqarish o'zimizniki. Ajoyib. Endi keling ozgina sizda tasavvur bo'lish uchun ko'rsataman. Mana veb-saytimizga qaytadigan bo'lsak, bu yerda mana internet magazin degan tugmani ko'rasiz va mana shu internet magazin tugmasini bossangiz, internet magazinda siz Greenway'da sotilayotgan barcha yo'nalishdagi mahsulotlar, misol mana barcha tovarlar, yangiliklar, yangi tovarlar, aksiyaga tushgan tovarlar, fiberlar, bu maxsus bizning yo'nalishimiz, bu yapon texnologiyasidan tayyorlangan uy uchun, parvarishlash uchun, bolalar uchun, avtomobil uchun, hattoki sochiq sifatida foydalanadigan
mahsulotlar, uy uchun bor mana fiberlar, shvabralar, kir yuvish uchun, tozalash uchun, mana go'zallik uchun e'tibor bering, qancha ko'p yo'nalishdagi mahsulotlarimiz bor-da. Go'zalligi uchun qarang, qanchadan sanashni bu yerda hozir sanaydigan bo'lsak ko'p vaqt ketadi, o'zingiz keyin kirib ko'rasiz. Bolalar uchun e'tibor bering, salomatlik uchun, ohoho, juda ham ko'p va hokazo. Va bu barcha mahsulotlarni hattoki siz brendlar orqali nima qilishingiz mumkin? Kirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qanaqa brendlar bo'lsa, barcha brendlarni kirib birma-bir ochib, bu brendning ichida nima tovarlar, nima mahsulotlar borligini kirib ko'zdan kechirishingiz. Mana misol uchun keling, duxiga kiradigan bo'lsak, bu frantsuzskiy duxi do'stlar. O'zini yaxshi ko'radigan, faqat toza sifatli duxilar ishlataman degan yoki tualetni voda ishlataman deganlar uchun bu kirib ko'rishingiz mumkin. Ularni narxlarini, sostavlarini va har bitta bu yerda sotilayotgan o'sha duxini, demak, ob'yomlarini ham ko'rishingiz mumkin. PV. Просто eslab qoling, o'zingiz uchun nimaligini keyin aytib o'taman sizga PVni. Ya'ni barcha ma'lumotlar bu yerda bor. Ochib kirsangiz, misol uchun, uni sertifikatlarigacha ko'rishingiz mumkin. Uni demak nima demak iforda ekanligini ko'rishingiz mumkin. Qo'llash usullari, tarkibi, materiallar va hokazo. Xo'p, men bunga hozir ko'p to'xtalib o'tirmayman. Buni uyga vazifa sifatida sizga qoldiraman. Albatta kirib tanishing. Endi qarang. Mana bu internet do'konda sotilayotgan, men boya sizga aytdim, 1000 dan ziyod mahsulotlar dedim. Mingdan ziyod mahsulotlar. Mana bu 1000 dan ziyod mahsulotlarning hammasi albatta xuddi shunga o'xshashi, kimyoviy varianti, tushunarsiz bo'lgan sifatdagilari oddiy magazin yoki deylik supermarket, bozorlardan topishingiz mumkin yoki internet magazinlaridan-da. Lekin u yerda siz shunchaki iste'molchisiz xolos. Va ayniqsa do'stlar, buni juda ham muhim ahamiyat kasb etadigan bir jihati bor. Demak, tushunarsiz deganim, ya'ni qanaqa brend yoki o'sha brend originalmi yoki yo'qmi bilishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Va undan tashqari, demak, brendni sifatidan tashqari, ya'ni o'sha mahsulotning sifatidan tashqari, bu mahsulotni ortidan siz shunchaki iste'mol qilasiz, tamom. Hech qanday sizda nima deydi, bir qo'shimcha bir imkoniyat yo'q. Nari borsa cashback olarsiz, skidka olarsiz keyingi xaridlaringiz uchun. Bo'ldi, tamom, boshqa narsa yo'q, to'g'rimi? Va har bitta oila albatta cho'miladi, to'g'rimi? Har bitta oila albatta uyini yig'ishtiradi. Har bitta oila aytaylik choy ichadi, kofe ichadi, napitki ichadi, sog'lig'i uchun nimadir sotib oladi, krem, duxi sotib oladi. Albatta hamma xarajat qiladi, to'g'rimi? Va qiziqarli bir ma'lumot, bizni analitik jamoamiz, analitik guruhimiz ilmiy tadqiqot, ya'ni tekshiruv o'tkazishdi, so'tapros o'tkazishdi va so'tapros natijasi shu narsani ko'rsatdiki, do'stlar, mana shu biz sotilayotgan 1000 dan ziyod mahsulotlar uchun har bitta xonadon, ya'ni har bitta oila oyiga $50 bilan $150 o'rtasida nima qilar ekan? Pul sarflar ekan. Shunchaki biz buni bilmaymiz, mayda-maydalar biz buni nima qilib qo'yamiz? Sarflab qo'yamiz. Va bu pulni sarflash jarayonida biz hattoki payqamaymiz ham, ya'ni bu mahsulotlarni barchasi nima deydi, oz-ozdan kelgani uchun. Internet qotlayaptimi video? Yaxshimi? Atlab, ajoyib. Endi ataylab men hozir joyimdan qo'zg'aldim, sizga hozir mahsulotlarni sotilayotgan bir shoxobchani jonli ko'rsatish uchun. Endi qarang. Mayda-mayda keladi mahsulotlar, deylik, bir shampun olib kelamiz, bir parashok olib kelamiz, bir sovun olamiz. Bu nima bo'ladi? Yig'ilib agar hisoblab ko'rsangiz, bir oyda har bitta xonadon mana shu summani sarflar ekan, ya'ni $50 bilan $150 o'rtasida. Hisob qilyapsizmi? Mana shu mahsulotlarning hammasi mana jonli ham sotib olishingiz mumkin. Mana tak, keling, men hozir demonstratsiyani o'chiraman, чтобы sizga tak yaxshiroq ko'rinish uchun. Tak. Прекратить. Mana videoni ko'rishingiz mumkin, mana qarang. Ko'ryapsizmi? Bu yerda mana vitrinada ham ko'rishingiz mumkin.
Вот mana shu mahsulotlarga tasavvur qilyapsizmi? Har bitta xonadon, har bitta oila men sizga hozirgi aytayotgan summani sarflayapti. Endi nimaga men sizga hozir buni diqqatingizni bunga qaratyapman? Tasavvur qiling. Atrofingizda qarindoshlaringiz, do'stlaringiz, hamkasblaringiz, aytaylik, qo'shnilaringizda, atrofingizdagi oilalarga, insonlarga e'tibor bering. Ular ham xuddi shu xarajatni qilishadi, to'g'rimi? Endi shunchaki o'zingizga savol bering. Siz qanaqa daromad topar edingiz agar shu tanishlaringiz, shu sizni atrofingizda o'rab turgan insonlar bu mahsulotlarni sizni do'koningizdan sotib olganida? Prosta o'zingizga savol bering. Qanaqa sizda daromad bo'lar edi? Nimaga bu savolni beryapman bildingizmi? Bu savolni berishimdan sabab aynan mana shunday imkoniyatni sizga hozir Greenway Global taqdim etyapti. Albatta bu hammasi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu uchun siz bilan ozgina mehnat qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Buni esa biz sizga o'rgatamiz. Bundan sizda hech qanday bir qiyinchilik, muammo bo'lmaydi. Faqat sizdan harakat, intilish, xohish bo'lsa bo'ldi. Keling endi sizga buni davom ettiray tushuntirishda. Qarang. Mana hozir aytganim 150-150 dollar deganim shunday oilalar bor do'stlar. 1500 dollar oyiga sarflaydigan oilalar ham mavjud. Oyiga. Tasavvur qilyapsizmi? Endi va bu insonlar mana shu bo'layotgan mana shu xarajatlar do'stlar, bu sizni potensial daromadingiz. Endi esingizda bo'lsa men boya sizga aytgan edim, kompaniya oyiga 23 va 30 million dollar o'rtasida pul aylanma qiladi degandim va bu sizga bog'liq degandim, to'g'rimi? Mana endi eng qiziq joyga yetib keldik. Gap shundaki, Greenway Global sizga hamkorlikni taklif qiladi. Hamkorlik. Endi bu hamkorlik uchun Greenway Global maxsus biznes reja tuzib qo'yibdi. Buni marketing plan deydi. Va mana shu biznes rejaning ichida 14 dan ziyod daromad turlari mavjud. Daromad turlari mavjud. 14 dan ziyod. Endi har bitta ishlab chiqaruvchi va har bitta demak magazin bo'ladimi yoki savdo belgisi bo'ladimi, o'zini mahsulotlarini reklama qiladi albatta, to'g'rimi? Mana misol uchun oling, mana televizorga boqing. Qanaqa mahsulotlarning reklamasini ko'ryapsiz? Albatta bu reklamalarni agar bu ishlab chiqaruvchilar, shu brendlar chiqarmasa, odamlar, iste'molchilar bu mahsulotni borligini bilmaydi, to'g'rimi? Va shuning uchun har bitta tashkilot, o'sha brend egasi, ishlab chiqaruvchi bu mahsulotlarga nima qiladi? Reklamasi uchun pul sarflaydi. Demak, qo'shiqchilarni yollaydi. Mana misol uchun mana Artel qanday reklama qiladi? Bizni sportmenlarimizdan ko'proq foydalanyapti. Hozir sportmenlarimizga pul to'layapti, ular keyin reklamada syomkaga tushib beryapti. Bu syomka uchun televideniyada, barcha ko'chalardagi billboardlarda ilish uchun hammasiga nima qiladi? Katta pullar sarflanadi. Endi mana bu sarf xarajatsiz haqiqatdan ham biznesni, ya'ni savdoni yuritib bo'lmaydi. Greenway Global ham xuddi shunday reklamaga pul ajratgan. Va bu pulni qanday ajratadi? Qarang. Men sizga haliga aytgan mana bu oyga qilayotgan 23 million bilan 30 million dollar o'rtasidagi tovar obrotini 50%ni hamkorlikka, ya'ni o'zini hamkorlariga taqsimlab bermoqda oyiga. Tasavvur qilyapsizmi? Va mana shu hamkorlik uchun yana qarang, birinchidan mahsulotlar tayyorlab qo'yibdi. Mana 1000 dan ziyod mahsulotlar. Bu mahsulotlarni tayyorligi, demak, mana bu yerga yozamiz, sklad to'la mahsulot. Demak, bu nima degani? Bu deganiki, hamkorlar, ya'ni siz hech qanday pul tikishingizni keragi yo'q. Shunchaki keldingiz va siz tayyor mahsulotni savdosida qatnashasiz. Endi hozir o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, men mahsulot sotishim kerakmi deb. Yo'q. Hozir men sizga tushuntirib beraman, aslo bu ish bilan shug'ullanmaymiz. Mahsulot sotish bu bizning vazifamiz emas. Endi keling bu gapga kelamiz. Ya'ni sotish, ya'ni oldi-berdi ishlarni, oldi-berdi deb qo'yaylik, mana. Oldi-berdi ishlarini barchasini kompaniyani o'zi qiladi. IT,
ya'ni bu veb-sayt, shaxsiy kabinet, bu barchasi do'stlar hammasi kompaniyani zimmasida. Siz shunchaki ro'yxatdan o'tasiz, biz sizga bu uchun imkoniyat beramiz, ssilka yoramiz, anketani to'ldirasiz va o'zingizning shaxsiy kabinetingizga ega bo'lasiz. Va mana shu shaxsiy kabinetingizda barcha IT xizmatlar, sizni shaxsiy kabinetingizning ishlab turishi va undan tashqari buxgalteriya xizmatlari va barcha mahsulotlarni qonuniylashtirishi, mahsulot sotib olingan mahsulotlarni savdo oldi berdidan keyin egasiga yetkazib berishda, mahsulotni egasiga yetkazib berish, dastavka deymizmi, yetkazib berish, demak call center, ya'ni sutkasiga, demak 24 soat, haftasiga 7 kun davomida xizmat qilayotgan call center va hokazo, hattoki hamkorlarni biznesni yuritish uchun barcha shart-sharoitlar hammasini do'stlar kompaniya tayyorlab, muhayyo qilib qo'yibdi. Nima deydi, tayyorlab qo'yibdi. Va mana buni, mana shu barcha men hozir sizga sanab o'tgan momentlarni mana kompaniya o'z zimmasiga olgan. Boshqacha qilib aytganda, bu bir tasavvur qiling, sizga biznes taqdim qilinyapti va bu biznes kaliti ham tayyor. Mana qo'lingizga kalit topshirildi. Tamom. Mana kalit, oling, foydalaning. Hech qanday pul sarmoya qilish keragi yo'q. Oldi sotdini ham, bosh og'riqni ham, haligi deylik, nima deydi, buxgalteriya ishlari, yetkazib berish, mahsulotni tam tushuntirish, deylik, haligi savoli tug'ilib qolsa, buni call centerni o'zi qiladi. Barchasini kompaniya o'zini zimmasiga oladi. Endi albatta bu hammasi tayyor imkoniyat. Endi bu imkoniyatdan agarda siz foydalanaman desangiz, hamkor sifatida sizdan talab qilinadigan 3 ta vazifa bor. Mana 1, 2 va 3. Ya'ni siz bu imkoniyatlardan foydalanishingiz uchun kompaniyani o'zini zimmasiga olgan momentlarni sizga tushuntirdim. Endi keling, hamkor sifatida sizni qiladigan ishingiz nimadan iborat? Ya'ni siz nima vazifani bajarishingiz kerak bu yerda daromad qilishingiz uchun? Boyaga men aytgandek, sayohatlarni bepulga olishingiz uchun. Deylik, daromad deganda qanaqa daromad? Mana boshlanishiga deylik 3 million, 5 million, keyin 10 million, keyin esa 30 million, keyin esa 50 million, keyin esa 100 million oyiga va hokazo. Chunki shunaqa daromad olayotgan hamkorlarimiz bor safimizda. Endi mana shu daromadlarni olish uchun, mana shu men aytayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun, ya'ni hamkorlikda kompaniyaning nima qilib qo'yayotganini, nima demak imkoniyatlar taqdim etayotganini biz tushundik. Endi hamkorlarimiz tomonidan talab qilinayotgan hamkorlarimizni vazifasini keling men sizga sanab beray. Birinchisi, bu nima? Bu juda oddiy qadamlar. Birinchisi bu demak hamkor sifatida siz ro'yxatdan o'tasiz va o'zingiz uchun, oilangiz uchun, mana boya aytib o'tdim-ku, har bitta oila mana shu 1000 dan oshiq mahsulotlarga oyiga qancha? $50 bilan $150, hattoki $1,500 nima dedim? Pul sarflayapti dedim, to'g'rimi? Xuddi mana shu endi xarajatni ko'chaga qilmaysizda, ya'ni bozorda yoki oddiy magazinlarda, supermarketda qilmaysizda, o'zingizni shaxsiy internet do'koningizdan xarid qilasiz. Bo'ldi, bu sizning birinchi qadamingiz. Xaridga doir, xarid jarayoniga doir keling bitta misol keltiray shu joyda sizda shu yaxshiroq tasavvur paydo bo'lishi uchun. Bu yerda sizga ajoyib do'stlar, hozir bir xush xabarni aytaman. Bu har biringizni xarid qilish paytidayoq, xarid qilayotgan vaqtingizdayoq sizga bir katta bir foyda haqida, ya'ni bir aksiya haqida sizga aytib o'tmoqchiman. Xullas kalom, hozir keling buni internet magazinda ko'rsatay yaxshisi. Mana kirib, mana brendlarni bossangiz, tugmasini bu yerda Turbo Pack degan paketni ko'rasiz. Turbo Pack bu maxsus tayyorlab qo'yilgan pack, bir korobka mahsulot, bir quti mahsulot va shu bir quti mahsulot sizga nafaqat mahsulot, sizga kruiz sayohatida qatnashishga, bepul qatnashishga va keling ochaman endi ichini va 30 keling mana ochaylik ichini 33 dan ziyod
mana tarkibini ko'ramiz. Mana e'tibor bering. Mana pol uchun fiber, erkaklar uchun ekranlar uchun green fiber home, oynalar uchun bu yerda целый paket mahsulot. Tozalash uchun bu yerda mana ochib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun deylik mana mistik turg'un nima ekan? Kirlarni ketkazish uchun, ya'ni uzoq saqlanib qolgan qattiq kirlarni ketkazish uchun mistik misol uchun o'shalardan biri, bu mahsulotlardan biri bu. Va hokazo. Ya'ni mana bu yerda mana целый nabor, mana ko'rib turganingizdek, bu yerda parashok ham bor, sovun ham bor, shampun ham bor, idish tovoq yuvadigan sovun ham bor. Bizda gelni o'rniga sovun ishlatiladi. Deodorant ham bor, e'tibor bering, zubni pasta ham bor ekan. Napitkalar, ko'p narsa bor bu yerda. Xullas, bu mahsulotni narxi e'tiborga oling, qancha ekan? 4.070.000 so'm ekan. 4.070.000 so'm. Ammo chegirma bilan siz buni 3.860.000 so'mga nima qilishingiz mumkin? Xarid qilishingiz mumkin va bu sizga 200 PV, ya'ni 200 ballni beradi. Bu ball nimaga kerakligini keyin sizga aytaman. Endi e'tibor bering. Bu hali hammasi emas. Demak, qarang. 4.070.000 so'mlik mahsulotni siz chegirma narxda 3.860.000 so'mga xo'p olar ekansiz. Bu уже chegirma, 5% chegirma ekan. Bundan tashqari sizga e'tibor bering, 3 millionlik sovg'a bonusi taqdim etadi. Bu nima degani? Endi keling buni sizga doskada tushuntiray. Ya'ni 4.070.000 plus 3 million sizga beradigan kompaniya sovg'asi, bu hammasi mahsulotni umumiy summasi qancha ekan? 7.070.000 ekan, ha? 7.070.000. Mana shu 7.070.000 so'mlik mahsulotni, so'm deymiz, mahsulotni siz 7.070.000 so'mga emas, qanchaga olar ekansiz? 3.860.000 so'mga olar ekansiz. Ajoyib, ha? 3.860.000 so'm bor yo'g'i. Bu ajoyib imkoniyat, ajoyib skidka. Bu birdaniga bir nechta mahsulotni, mana bu yerda ko'rsatilgan, bir nechta mahsulotni birdaniga nima qilishga, xarid qilishga, ko'rishga va tatib ko'rishga e'tibor bering. Ichidagi hattoki Beverwan brendidagi kalsiy ham bor, hattoki choy ham bor, e'tibor bering, duxi ham bor. Foydalanib ko'rishga sizga nima berar ekan? Imkoniyat berar ekan. Endi va bu 33 ta mahsulotlardan tashqari yana sizda 3 million so'm pulingiz ham bor. Bu 3 millionga esa siz o'zingiz xohlagan mahsulotni kirasiz internet do'konga, mana barcha tovarlarni bosasizda, qaysi tovar sizga yoqsa, ana shu tovarni kirib, tanlab o'zingizga sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Pожалуйста, kirdingiz, mana mahsulotlarning ichidan tanladingiz o'zingizga yoqadiganini va xohlaganingizni xarid qilishingiz mumkin. Mayli, buni keyin o'zingiz tanishasiz. Bu sizga uyga vazifa bo'lib qolsin. Endi bu birinchi sizdan talab qilinadigan qadam. Ikkinchi qadam hamkordan talab qilinadigan bu komanda quramiz siz bilan. Ya'ni bu biznesni rivojlantirish uchun, ya'ni bu biznesni qurish uchun siz bilan bizga komanda kerak bo'ladi. Boya aytdim-ku, biz sotish bilan shug'ullanmaymiz dedim, to'g'rimi? Mana hozir ayni eng qiziq joyga keldik. Ya'ni hamkordan talab qilinadigan narsa haqida gaplashyapmiz endi. Komanda quramiz. Qanday qilib komanda quramiz? Keling endi mana shu haqda keling batafsil gaplashamiz. Komanda qurishda mana bu siz, siz ro'yxatdan o'tdingiz, sizga nomingizga demak internet do'kon ochildi. Endi barcha mahsulotlarda sizga skidka bilan, bonuslar bilan qatnashasiz. Endi mana 3.860.000 so'mga tovar sotib oldingiz va endi sizning shaxsiy kabinetingiz sizga daromad keltirishga tayyor. Endi biz siz bilan qilishimiz kerak bo'lgan ish mana shu internet do'konimizga xuddi sizga o'xshagan, xuddi demak siz iste'mol qilayotgan mahsulotlarni iste'mol qilish istagida bo'lganlarni to'plash bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, boya mana siz bilan aytdik, har bitta xonadon $50 bilan $150 hattoki $1.5 pul sarflayapti dedik, to'g'rimi? Atrofimizda xuddi shunday insonlar bizda ham nima bor? Ko'p, har birimizda bor. Endi sizga savol.
Va mana bu savolga o'zingizga javob bering do'stlar. Bu juda muhim moment. Diqqat bilan eshiting. Tasavvur qiling. O'ylang. Atrofingizda qarindosh, do'stlaringiz, kursdoshlaringiz, qo'shnilaringiz va hokazolar ichida o'zini sog'lig'iga qayg'uradigan, sifatli mahsulotlarni sotib olishni xohlaydigan insonlar bormi? O'zingiz miyangizda sanang. Falonchi, falonchi, falonchi deb. Ular nechta? Ular ko'p bo'lish kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, fransuski dushilarni ishlatadigan, faqat brendovый, toza mahsulotlarni iste'mol qiladigan, demak, fransuski dushilarni yaxshi ko'radigan odamlar bormi? Ular juda ham ko'p. Keyingi moment. Atrofingizda oq kiyimlarni kiyib, shu oppoq bo'lishini kiymish, shu oq bo'lishi uchun, shu oppoq toza yuvilishi uchun demak, vositalar qidirayotgan odamlar bormi? Bor. Yoki oling, keling boshqa savol. Deylik, davleniyadan shikoyat qilayotgan, sahrni diabet yoki biron bir sog'lig'idan, xullas farqi yo'q. Barcha har qanday kasalliklarga davo bo'ladigan, davolanishda yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan bizda juda ham zo'r mahsulotlar bor. Atrofingizda sog'lig'idan shikoyat qilib yurganlar bormi? Bor. Semizlikdan shikoyat qilayotgan yoki ozg'inlikdan shikoyat qilayotgan, ozishni xohlaydigan, semirishni xohlaydigan bormi? Prosta o'ylang. Yana bitta kategoriya sizga. Choyni sevib iste'mol qiladigan odamlar bormi? Oho, bu hammasi desak bo'ladi, to'g'rimi? Kofe iste'mol qiladigan va hokazo. Hozir davom etadigan bo'lsam, sizga hozir 1000 dan ziyod mahsulotlarni, iste'molchilarni nima qilishim kerak bo'ladi, aytib chiqishim kerak bo'ladi. Xullas, meni tushundingiz. Ya'ni endi biz nima qilamiz? O'sha atrofimizda qancha bo'ldi? Nechta bo'ldi o'sha odamlar? 5 ta, 10 ta, 20 ta, 100 ta, nechta bo'ldi? O'shalarning ichidan keling tanlab olamiz, bor yo'g'i 5 tasini. 1 2 3 4 5. Xohlasangiz 10 ta bo'lsin, xohlasangiz 15 ta, xohlasangiz 100 ta, 1000 ta bo'lsin. Men 5 tasini olyapman. Endi savol sizga. O'zingizga shu savolga javob bering. Shu 5 ta insonga xuddi hozirgi mana shu ma'lumotni yetkazib berish uchun sizda qancha vaqt talab qiladi? 1 soat, 2 soat, 1 kun, 2 kun, har biriga 1 kundan 5 kun. Keyin 1 hafta bo'lsin. 1 hafta bo'lsin. Aytaylik, 1 hafta davomida mana shu 5 kishiga siz alohida shu ma'lumotni yetkazdingiz deb olaylik. Endi keling, ikkinchi haftada tasavvur qilaylik, mana shu 5 ta inson ham o'zini 5 tadan nima tanishini jalb qildi. Chunki ularning ham shu mahsulotlarga ehtiyoji bor. Ular xohlasa, xohlamasa oilasiga har oy shu mahsulotlarni nima qiladi? Xarid qiladi. Demak, ularda ham bu ehtiyoj bor. Faqat endi biz ularga bu mahsulotlardan xarid qilishga nima qilamiz? Yo'naltiramiz. Ana endi e'tibor bering. Ikkinchi mana bu foydalanuvchi sizda orqangizdan kelgan. U hech kimni olib kelmasligi mumkin, to'g'rimi? Mana birinchisi 5 kishini olib keldi, ikkinchisi hech kim olib kelmadi. Quruq mahsulotdan foydalanyapti, tamom. Boshqa ish qilayotgani yo'q. Mana bu uchinchisi esa deylik 15 ta olib keldi, deylik. 15 ta olib keldi. To'rtinchisi deylik 2 ta olib keldi, beshinchisi esa deylik 10 ta taklif qildi. Demak, hammasi har xil. Kimdir umuman olib kelmadi, kimdir 5 ta, kimdir 15 ta, yana hammada har xil bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun keling, chalg'imasligimiz uchun bitta ish qilamiz siz bilan. Ya'ni o'rtacha olamizda hamma 5 tadan nima qildi deb olamiz? O'ziga, komandasiga jalb qildi deb olamiz. O'rtacha olamiz. Чтобы hisob-kitobimiz qulay bo'lishi uchun. Bu ikkinchi hafta. Uchinchi haftaga kelib, mana bu 5 ta ham o'zini 5 tadan nimasini olib keldi? Atrofidagi tanish bilishlarini, do'stlariga nima qildi? Taklif qildi. Va bu 25 ta, 25, e'tibor bering, 25 tadan bo'ldi. E'tibor bering, 3-haftada qancha inson keldi? Keling, har haftanikini hisoblab ko'ramiz. Birinchi haftada jami 5 ta, ikkinchi haftada mana bu 5 kara 5 qancha bo'ladi? 25 ta. 3-haftada 25 ni ko'paytiramiz 5 ga qancha bo'ladi? 125 ta. Va bularni keling qo'shib chiqaylik. Qancha bo'ldi jami? Jami 155 ta bo'ldi. Ya'ni 155 ta
Hamkor to'plandi komandangizda. Aynan mana shu komanda haqida men sizga gapirgan edim. Endi 3-chi qiladigan ishimiz, boya aytdim-ku, bizni qiladigan ishlarimiz 3tagina deb hamkorlarda. Demak, 3-inchisi do'stlar, bu komandaga yordam beramiz. Komandaga yordam degani bu juda ham chuqur tushuncha. Qisqacha qilib aytganda, mana bu hamkorlaringiz o'zini hamkorini olib kelishi va bu biznesni puxta o'rganishi, mahsulotlarni o'rganishi, savollariga javob topishi, har qandaydir bir shubhalari bo'ladimi, o'sha shubhalarini demak javobini olishi va hokazo. Mana shu есть bizning 3-qadamimiz do'stlar. Mana как раз mana shu misolimizda, keling buni men ko'k bilan belgilay. Mana shu misolimizda biz barcha 3ta qadamni siz bilan bajaribmiz. Ro'yxatdan o'tdik, xarid qildik, 5 kishini taklif qildik va ularga yordam berdik, mana to'plandi. Boshqacha qilib aytganda, umumiy xulosa qilib aytganda, boya men aytdim-ku, mana kompaniya barcha sharoitlarni qildi, endi hamkorlarni demak vazifasi qoldi dedim, to'g'rimi? Mana o'sha hamkorlarni tomoni, mana o'sha hamkorning vazifasi. Hamkorning vazifasi. Endi kalitni oldi, prosta kalitdan hamkor nima qildi? Foydalandi. Mana kalit kompaniya tayyorlab qo'yganda, mana kompaniyani taklifi hamkor oldi, foydalandi. Endi esa natija nima bo'ldi? Ya'ni mana bu biz siz bilan mana shu qilgan ishimizni natijasi nima bo'ldi? Mana bu yerdagi bizning misolimizdagi natija. Mana bu 155 ta to'plangan hamkordan bizga nima keldi? Nima naf? Keling, mana shu haqda endi siz bilan gaplashamiz. Eng qiziq joyga keldik. Ya'ni siz shu bizning misolimizda ko'rsatilgan bajargan vazifangiz uchun e'tibor bering. Mana shu e'tibor bering, aytganda esimdan chiqibdi. Bu hammasi 1 oyda yuz berdi, 3 hafta даже, 1 oy ham emas. Bu 2-oyda davom etadi. Keyin buni davomida 6-oy bor, 1 yil, 12-oy bor, 1 yildan keyingi davr borda. Bu haqda o'sha men gapirmayapman. 1-oydagi natijani hozir men hisoblayapman bizning misolimizdagi mana bu chizganlarimizdan kelib chiqib, yozganlarimizdan kelib chiqib. Demak, nima olasiz? Birinchi siz qo'lga kiritgan narsangiz bu oylik daromadingiz. Oylik daromad. Oylik daromadingiz nech pul bo'ldi? Mana shu misol bo'yicha sizni oylik daromadingiz где-то deylik 20 dan 35 million so'm atrofida bo'ldi. Oylik daromadingiz. Ikkinchisi, siz kruiz sayohatini qo'lga kiritdingiz, bepul. Uchinchisi, shu qilingan ish uchun deyapman-da. Uchinchisi, sizni unvoningiz, bizda har bitta hamkorimizning unvoni mavjud. Unvoningiz Master Pro unvoni bo'ldi. M Pro deymiz qisqacha qilib. Master Pro unvoniga ega bo'ldingiz. To'rtinchisi, Master Pro'lar uchun bizda avtobonuslar mavjud. 3 oydan so'ng 4-oyga kelib sizga kompaniya avtobonus sovg'a qiladi. Sovg'a avtomobil summasini so'ydiganlar bo'lib qolishi mumkin. 511 million so'mlik. 511 million so'mlik avtobonusni avtoprogrammani qo'lga kiritasiz. Kompaniya sizning nomingizga avtomobilni xarid qiladi va oyma-oy avtomobilni demak pulini to'lab turadi. 5-inchisi bu sayohat. Ikkinchi sayohat bu o'zi, e'tibor bering. Sayohat bu yilgi navbatdagi sayohatimiz mana hozir kruiz bo'ladi bu may oyida. Undan keyin Sochiga boramiz. Bu alohida tadbir. Buni sayohat deb atasak ham bo'ladi. Ham sayohat ichidagi tadbir, trening deb atasak bo'ladi. Malaka oshirish. Va haqiqiy sayohat ekskursiyalari bilan bu bo'ladi bizda noyabr oyidagi Qatar davlatiga do'stlar, sizlar bilan birgalikda boramiz. 5 yulduzli luxury mehmonxonalarda yeb ichishi, yo'l kirasi barchasi ichida. Mana do'stlar, xullas qisqa qilib aytganda, keling buni biz qizil bilan chizamiz. Mana siz do'stlar nimani qo'lga kiritdingiz? Mana. Demak, kompaniya o'zi tomonidan barcha sharoitlarni qildi, hamkor o'zining vazifasini bajardi, bo'ldi. Shuni bajarganingizni evaziga mana nima oldingiz? Kstati, bu yerda plyusi ham bor, plyus. Endi sizga mahsulot do'stlar,
mahsulot tekinga qolyapti. Esidami siz bilan aytuvdik, har bitta xonadon oyiga $50 bilan $150, kimdir esa $1,500 pul sarflaydi degandigi. Endilikda siz oilaviy byudjetingizdan emas, mana bu oylik topayotgan daromadingizdan mahsulotni xarid qilasiz va bu degani demak sizga tekinga qolyapti degani. Mana xulosa qilib aytganda qisqasi umumiy bizni mana bu yerda foyda deymiz, foyda. Mana demak qisqasi mana keling bu yerda strelkalar bilan chizay. Yo'q, давайте ko'p bilan chizamiz. Вот, qarang. Kompaniya sizga tayyor biznes kalit topshiryapti. Sizni o'qitib tayyorlayapti, barcha shart-sharoitlarni qilib beryapti va hech qanday pul tikishing shart emas deyapti. Sizdan bor yo'g'i talab qilinadigan 3 ta qadam hamkordan va mana foyda do'stlar. Вот, пожалуйста. Umumiy qilib olganda siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lgan gaplarimiz shu. Endi hoziroq sizga taklif qilgan ushbu efirga hamkorimiz bilan bog'laning efirdan so'ng va kirib internet magazinimizga kirib men sizga hozir aytgan ma'lumotlarni batafsil tanishing. YouTube'ga kiring, Instagramga kiring, Greenway Global deb post bering, ko'ring, izlaning, qidiring va o'zingizni imkoniyatlaringiz bilan batafsil tanishing. Chunki men sizga juda ham shat'iy, qisqartirilgan formatda siqib berdim ma'lumotni, batafsil barcha ma'lumotni do'stlar bizni hamkorlarimiz yordamida, ya'ni sizni taklif qilgan, bu yerga jalb qilgan, ya'ni shu demak uchrashuvga chaqirgan demak hamkorlarimiz bilan ko'rishingda batafsil o'rganing. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va boyagi 3 million so'mni ham, sovg'a bonusini ham qo'lga kiriting do'stlar.